Mustafo ismining ortida qanday buyuk kuch va mas'uliyat yashiringanini bilasizmi? Bu shunchaki ism emas, bu tanlanganlik belgisidir. Arab tilidan olingan Mustafo ismi tanlangan, saralangan va barcha yomonliklardan poklangan degan ma'nolarni anglatadi. Bu ism egalari tarixan yuksak martaba va hikmat sohibi bo'lishgan. Psixologik nuqtai nazardan Mustafolar o'ta mustaqil va kuchli irodaga ega shaxslardir. Ular birovning chizgan chizig'idan yurishni emas, o'z yo'llarini yaratishni xush ko'radilar. Ularning eng o'ziga xos jihati adolat tuyg'usining juda balandligidir. Ular sadoqatni qadrlashadi va yaqinlari uchun tog'dek tayanch bo'la oladilar. Siz bilmagan sirli fakt shuki, Mustafolarning tashqi xotirjamligi ortida ulkan hissiyotlar dunyosi yashirin. Ular faqat eng yaqin va ishonchli insonlargagina o'z qalb eshiklarini ochadilar. Hayotingizdagi Mustafolarni qadrlang, chunki ular sizning eng ishonchli himoyachingizdir. Ushbu videoni o'z Mustafoingizga yuboring va unga bo'lgan hurmatingizni bildiring.